prezidentimiz boshchiligida keyingi 10 yilda olib borilayotgan islohotlarning natijasi sifatida shakllangan mana shu taqdimotdan ochilishimdan hamda ijodkorlar bilan dildan samimiy suhbat qilish uchun xush kelibsiz. Farg'ona davlat universitetida bugungi kunda talabalar o'rtasida mana respublika darajasida aynan yoshlar siyosatiga oid masalalarda bir 10 dan ortiq ko'rik tanlovlar bo'lsa, shundan 9 tasida Farg'ona davlat universiteti birinchi o'rinda qo'lga kiritdi. Ustad shaklida faoliyat yuritgan. 1992-yilda birinchi prezidentimiz qarori bilan O'zbekiston Milliy axborot agentligiga aylantirilgan. Xalqimizni bekorga yuksalish simfoniyasi deyapsizda, simfoniya musiqadan kelib chiqtirib, insonni tarbiyasiga, insonni quloqiga shundaqangi bir mehr shafqatni uyg'otadiki, har bitta o'zingiz xohlagan holda mana shunga e'tibor qaratamiz, mana shunda ishlaymiz. Afsaydagan bizning yosh yigitlik ishga kirganimizda kompaniyasi emas. Publitsist, shoir, adib bo'lmoq asli mashaqqat. Bu yo'lda sobit turgan Ko'chimovga ming rahmat. Bizga ta'sir o'tkazishda sizda mana shu yozgan kitobingiz, bizga taqdim qilayotgan kitobingiz juda katta yordam beradi deb o'ylayman. Yangi ohang yangilar O'zbekistonda zalvorli tarixni ochishsiz qat-qat Abdusaid og'a sizga ming rahmat. Elimiz baxtiga sog' bo'ling faqat. Yangi ohang yangilar O'zbekistonda, abadiy jaranglar O'zbekistonda. O'zbekiston Milliy axborot agentligida faoliyat yuritishni orzu qilmagan jurnalist bo'lmasa kerak. Cho'qqini ko'zlasang toqqa chiqasan deyshadi. Sizni yo'lingizni bersin. Eng kamida sizdek zabardast bir jurnalist bo'lish bizga nasib qilsin. Ta'riflarni o'qiganimda o'zimning hayotim ko'z oldimga kelaverdi. Har bir ta'rifni o'qiganimda o'z taqdirini o'zgartirishga harakat qilgan xalqning ruhiy hayotini ko'zgusidir degan so'z boshi yozilgan ekan. Men bemalol ayta olaman, o'sha asaringizda keltirilgan juda ham ko'p insonlar taqdiriga bo'lgan e'tibor natijasi o'laroq davlatimiz yuksalyapti degan fikrlaringiz mavjud. Mana shu berilayotgan imkoniyatlarni, mana shu bo'layotgan ishlarni tirik namunasi men deya olaman bemalol. 35 yoshimda talabalik baxtiga muyassar bo'ldim. Xotin-qizlarga bergan imkoniyatlari tufayli aynan 35 yoshimda talaba bo'ldim va 38 yoshimda aynan qilgan mehnatlarim samarasi o'laroq prezidentimizni, davlatimizni bizga bergan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanganim sababli 38 yoshimda Navoiy nomli davlat stipendiyasi sohibasi bo'ldim. Mustaqillik degani bu xalqni hamma jihatidan bekamko'z qilishga intilish degani bo'ladi. Mana shu ishlar ham so'nggi 10 yillarda bo'lyapti. Endi yonimizdagi davlatlar bilan bo'ladigan munosabatni yoki mana shu pul muomalasi bilan bo'ladigan munosabatlarni yoki bo'lmasam chet el mamlakatlari bilan bordi keldilarimizni yoyinki investitsiya deydigan mamlakatni rivojini eng asosiy daryosi bo'lgan investitsiyani O'zbekistonga kelishi va kelmasligi bilan bog'liq masalalarni eslaydigan bo'lsak, bugungi kunning salobati yana ham aniqroq ko'rinadi. Men gapni sal cho'zib, sal aylantirib aytayotganligimning sababi shuki, biz garchi so'nggi 10 yilda bir necha o'rnliklarga teng bo'lgan yo'llarni bosib o'tgan va o'tayotgan bo'lsak ham, ba'zi narsalarni tezlik esdan chiqarib qo'yapmiz. Biz ham olg'a intilishimiz, prezidentimiz doim takrorlayotgani singari ham o'tmishimizga ham kechagi kunimizga ham bundoq burilib qarab, uni tahlil qilib, shukronalik tuyg'usini ham yuragimizga joylashimiz kerak. Endi aytaveradigan bo'lsak, bunday gaplarni ado qilib bo'lmaydi. Yuraging to'lqinlanadi. Aytaveradigan bo'lsak, ular bir shu darajada bir-biridan ko'pki, men hozir bugun taqdimoti o'tgan kitobda ana shu ishlarni bir tomchisidir, bir qatrasinidir aks ettirgan bo'lsam, o'zimni nihoyatda xursand his qilaman. O'zimni qaysidir ma'noda bir jurnalist sifatida mana shu mamlakatimizda bo'layotgan ishlarni
hurmatli prezidentimizni mana shu yo'lda olib borayotgan mashaqqatli mehnatlarini qaysidir bo'lagini aks ettirganimdan juda iftixor qilaman.